Hammaga salom jigarlar. Hozir bugun emas, prям hozir qanday qilib kuchsiz kompyuterlardan baland FPS ga ketavish ochish uchun xuyoviy fayllar, tam настройка, optimizatsiya hammasini ko'rsataman. Короче, menda bunaqa qora osmon, bunaqa zulklar, gampak, bular shunaqa mayda-chudalar, unaqa qanday olsa bo'ladi. Telegram kanalimga mana bunaqa papka tashlab qo'yaman. Uni ichida ikkita fayl bo'ladi. Bitta settings, bittasi update rf. Birinchisini mana bu yoqqa tashlanadi. Короче, dokument, Rockstar Games, GTA 5, mana shu yoqqa shuni o'tkazib qo'ysa bo'ladi. Блядь, наоборот. Buni bu yoqqa o'tkazasiz, короче. Keyingisi update rf uchun tam GTA 5 turgan papkani topib, update degan papkaga kirib, buni просто bu yoqqa o'tkazib zaminit qilib qo'ysanglar bo'ladi. Endi kompyuterda o'z настройкалari. Menda AMD o'shancha AMDdagi настройкаlarni ko'rsataman. Игры вообще настройки дисплея. Bunaqa narsa xuyovilarni qo'shib qo'yganman. O'zim разрешение 1920 agar pachoq ekran qilib o'ynashga. Mana bu настройкалар. Mana hammasini maligidek qilib qo'ysanglar bo'ladi. Menda defaultni hammasi, короче. Xo'p, yana qo'shimcha настройкалар FPS ko'taradigan. Настройкаga kirib, игры degan narsa bor. Игровой rejimga kirib, настройки grafikani bosamiz. Mana bu yerdan obzorni bosib, range'ni topib, GTA 5 ni qo'shib qo'yamiz. Keyin parametrini bosib, высокая производительность. GTA 5 ni o'z bilan ham shu ishni qilamiz. Shu GTA 5 turgan papkaga kirib, GTA 5 ni qo'shib, bunda ham shuni ko'tarib qo'yamiz. Yana qo'shimcha настройкалар. Pusk bilan arda bosamiz, unda qo'ygan narsa chiqib keladi. MS config yozib. Ichiga kirib, tam загрузкani bosib, дополнительные параметры, число процессоров, shu maksimum qo'yib, применить bosib, kompyuter o'chirib yoqamiz bu yerda. Hop, qolgan narsalar bo'ldi. GTA 5 da o'zining ichidagi o'zim settingslarim. Full настройка. Mana uni qo'shib qo'ysanglar ham bo'ladi. Kachesi yaxshiroq bo'ladi sal. Qolgan narsalar shunaqa hammasi o'chirilgan. Pas mana bu yerda ko'rib turganingizdek -3300 turibdi megabayt. Xo'sh, shunaqa gaplar.